Vatandan kelgan uçurlar. Uyg'urlar ündidar toplarida Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini xotirlagan. 2021-yili 7-oyning 1-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, vatan ichidagi ko'plagan Uyg'urlar ündidorning do'stlik chambarikida Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini tabriklash uchurlarini keng ko'lamda o'rtoqlashgan. Bu Uyg'urlarning ko'pinchisi hukumat xizmati qiladigan va Uyg'ur jamiyatiga tonishliq Uyg'urlar bo'lib, buning ochiqdan ochiq bir siyosiy vazifa ekanligi bildirilmoqda. Angliya musulmonlari Xitoyni la'natladi. O'rta Sharqning ko'zi to'rining 1-iyuldagi xabardan ma'lum bo'lishicha, 1-iyul kuni Angliya poytaxti Londondagi Xitoy elchixonasi oldida yuzlarcha kishi Xitoyga qarshi namoyish qilgan. Namoyishchilar Angliya musulmonlaridan tashkil topgan bo'lib, namoyishga yana Angliyada yashayotgan oz sonli Uyg'urlarmi qatnashgan. Angliya musulmonlari Xitoy Kommunistik partiyasining qurilganligiga 100 yil bo'lgan bu kunda Xitoyning Uyg'urlarni qonliq bostirishiga va Uyg'urlar qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizishiga bo'lgan g'azab nafratini ifodalagan va Xitoy Kommunist partiyasini la'natlagan. Igilinishicha, bu namoyish Angliyadagi 50 dan ortiq musulmon tashkilotlar va organlar tarafidan birdek uyushtirilgan ekan. Pakistan bosh ministri Xitoyni qo'lladi. Al Jazeera kanalining 2-iyuldagi xabarda ko'rsatilishicha, Pakistan bosh ministri Imron Xon Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan siyosatini qo'llaydiganligini bildirdi. U yana Xitoydagi bir partiyalik tuzumni maqtab, buni demokratik ko'p partiyalik saylam tuzumiga selishtirganda afzallikka ega dedi. Imron Xon Xitoyning Sharqiy Turkiston siyosati haqida munolarni aytgan. Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan ishlar G'arb mediyasi va G'arb hukumatlari davatqindan farqlidir. Fransiya 4 shirkatni majburiy emgakka chetishlig'i bor deb tekshirmoqda. Fransiya 24 qonunining 2-iyuldagi xabarda ko'rsatilishicha, Fransiya taftish va sotchilar oliy mahkamasi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarga hamdamda bo'lish gumonini qo'zg'agan 4 shirkat ustidan tekshirish elib berishni boshlagan. Bu 4 shirkat Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik deb gumon qilinmoqda ekan. Tekshirishga duch kelgan shirkatlardan ba'zilari o'zlarining Fransiya hukumati bilan birlikda ish qilganligini, o'zlari ustidagi ayblashning xato ekanligini tilga olgan. Muajiratdagi Uyg'ur xalqi Xitoyga qarshi namoyishda. 2009-yili 5-iyul kuni Xitoyning Uyg'urlarni ochiq-oshkor qirg'in qilgan Ürümçi qirg'inchiligi yuz bergan kundir. Bu yil bu qirg'inchilikning 12 yillik xotir kuni. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Xitoyning bu qirg'inchiligiga qarshiligini ifodalash, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilish, Xitoyga qarshi kuch ko'rsatish maqsadida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. 5-iyul irqiy qirg'inchilikni xotirlash namoyishi Turkiya, Kanada, Yaponiya, Norvegiya, Avstraliya qatorliq ko'plagan davlatlarda o'tkazildi.